Chevrolet Damas 2026 modeli oddiy, ishonchli va amaliy transport vositasi bo'lib, u kunlik hayotda qulay foydalanish uchun barcha zarur imkoniyatlarga ega. Bu avtomobil shaharda harakatlanish uchun juda mos bo'lib, ixcham olchamlari bilan tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanadi va qulay parkovka imkoniyatini beradi. Tashqi ko'rinishi aniq chiziqlar, silliq panjaralar va funksional dizayn elementlari bilan yaratilgan bo'lib, u zamonaviy haydovchilar ehtiyojlarini qondiradi. Damas kichik biznes egalaridan tortib oilaviy xaridlar uchun ham juda qulay transport vositasi sifatida e'tirof etiladi. Salon ichida keng joy mavjud bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay joylashuv ta'minlangan. O'rindiqlar oddiy lekin qulay qilib ishlab chiqilgan bo'lib, uzoq safarlar davomida ham charchoqni kamaytiradi. Ichki makonda funksiyalar joylashtirilishi oddiy va tushunarli bo'lib, haydovchi barcha boshqaruv elementlariga oson yetib boradi. Multimedia tizimi modern sensorli ekran bilan jihozlangan va Bluetooth orqali mobil qurilmalarni ulash imkonini beradi. Bu esa musiqa tinglash va qo'ng'iroqlarni amalga oshirishni yanada qulay qiladi. Shuningdek, yo'l harakati davomida mobil qurilmalarning zaryadini ushlab turish uchun USB portlar mavjud. Chevrolet Damas 2026 modeli dvigateli samarali ishlaydi va yoqilg'i sarfi past bo'lib, bu uni kundalik foydalanish uchun juda tejamkor qiladi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida boshqarishni soddalashtiradi va tezkor javob beradi. Bu esa haydovchiga yo'l sharoitida ishonch bag'ishlaydi. Suspenziya tizimi yo'l notekisliklarini yumshatadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa sayohat vaqtida qulay muhit yaratadi. Tormoz tizimi tez va aniq javob beradi. Bu transport vositasini to'xtatishda ishonchli his qiladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan Chevrolet Damas 2026 yilda ABS tormoz yordamchisi, barqarorlik nazorati hamda old havo yostiqlari kabi tizimlar bilan jihozlangan. Bu elementlar yo'l harakati sharoitida haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini oshiradi. Orqa parkovka datchiklari va orqa kamera to'xtash jarayonini ancha osonlashtiradi. Ayniqsa tor joylarda parkovka qilishda qo'shimcha yordam beradi. Shuningdek, ortiqcha shovqinni izolyatsiya qilish darajasi yuqori bo'lib, salon ichida jimlikni saqlaydi va yo'lovchilarga qulaylik baxsh etadi. Bagaj bo'limi ko'p joyga ega bo'lib, xarid buyumlarini yoki sayohat uchun kerakli narsalarni joylashtirish uchun yetarli. Orqa o'rindiqlar buklanishi orqali yuk joyi yanada kattaroq maydonga aylanishi mumkin. Damas modeli shuningdek kichik biznes, oilaviy dasturlar va kundalik hayot uchun juda amaliy transport vositasi sifatida ajralib turadi. Videoni tomosha qilib barcha funksiyalarni diqqat bilan ko'rib chiqing va qaror qabul qilishda yordam oling. Agar sizga bu ma'lumotlar yoqsa, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bizga qaysi model haqida ko'proq bilishni istaysiz deb yozing. Rahmat sizlarga do'stlar. Bu avtomobil sizga ishonchli hamroh bo'lishi mumkin. Salomat bo'ling va yangiliklarni kuzatib boring.